Mana navbatdagi kvartiramiz ham xudo xolasa bitib qoldi. Minimalizm bilan high-tech neoklassika aralashgan. Neoklassika bilan minimalizm aralashgan. Remontini qildik. Pollarga hamma joyga kafil terilgan. Kafillar terilgan koridor. Bular podsvetka bo'ladi. Bu yerda oyna o'rnaydi. Ipstiyaga yopishgan. Koridorimiz ham juda chiroyli holatda bitgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Taroqlar yopishtirilgan. Bu yerda ham oyna bo'ladi. Tashqariga chiqib ketayotganda ishlatiladigan. Mana bu zal bo'lgan. Dekorativniy stena bo'ladi. Chekkasi podsvetkali u yog'i ham, bu tomoni ham. Televizorniy zona. O'rtada stol bo'ladi. Patologiya. To'rt uровнli bo'ladi. Xudo xolasa. Hali rangiga kelib qoldik. Rangini bergandan keyin ham yana bitta ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. To'pli polda bo'lgan hamma joylar, shuning uchun to'liq butun kvartirani 130 kvadrat holatida kafil terilgan hamma joyga.